Do'stlar, O'zbekiston tarixida bunaqasi bo'lmagan. Atiga 1.700.000 dan drabirkalar berib orishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Liboy narsani maydalab chiqarib olishadi. Ushbu toshlarga o'xshab narxini ham sindirib tashlashga mana tashlab yuboramiz. Ko'ryapsizlar, eng qizig'i buni tishiga keladigan bo'lsa, tishi ham ishtim bo'lmas ekan. Uka-uchining mana liboy narsani maydalab chiqarib tashlaydigan. Eng qizig'i buni ichida 4 xil setkasi bo'lar ekan. Video davomida ko'radigan bo'lsalar, qo'li quruq tanlamaydigan xolasalar. Makali sotka hamma liboy narsani chiqarib olamiz deyapti. Eng qizig'i drabirkalarga garantiyalar ham bor ekan. Hozir biz Farg'ona viloyati Qo'shtepadagi, ya'ni Vodiy drabirkalar Hasanboyda yoniga yetib kelganmiz. Primoy birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida turibmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Albatta kelishilgan holatda. Assalomu alaykum. Hasanboy, charchamang. Sizlar, Abdulom obunachilarga salom. Charchamayapsizlarmi aka? Bayramlar o'tkazib, besalomon kelib oldilarmi? Hasanboy, mana yangilik qilib 1.700.000 dan rasmlardan. 1.700.000 so'mdan qilib yubordik aka. Hasanboy, mana bitta narsada bu 1.700.000 dan chiqaryapsiz. 2.200.000, 2.300 deyapti drabirka. Birorta joy, birak joyi bormi buni? Aka, keling-da endi ko'rsataman shunga. Obunachilarga nima bo'lib qolmasin yana. Bu drabirkamiz aka, mana kraskalanmagan holati. Bu setkalari bo'ladi. 4 xil nasatkasi bor aka. Makkaga, bug'doyga, o't xashayga, qo'yga, molga qilib beramiz aka. Bu chorniy holati. Chorniy holati bu. Shunday holatda bo'ladi. Bu holatga olib kelamiz keyin biz kraskalarni sepib, chiroyli qilib. Manetlar mana germetika beriladi. Germetika qilinmaydi aka. Ishlari. Xuddi shunaqa. Hamma o'g'anametlarni ham ko'rsiz aka, kantajniyda, devo kantajniyda uriladi. Svarka bo'lmaydi aka bu. O'shani hisobiga bizda ichi arzon bo'ladi aka. Qo'l mehnati kam. Asosan stano ishlaydi. Bizda texnika ishlaydi. O'shani hisobiga aka pulcha yengil bo'ladi. Yengilroq bo'ladi. Ob'yomga ishlayotgansizlar. Ob'yomga ishlaymiz ko'proq. Endi aka bir qator arzon, yaxshi chiqarmaydi deganlarga bir chiqarib ko'rsatib beramiz mahsulotlarimni. Bo'ldi. Birinchi qaysidan boshlaymiz Hasanboy? Aka 1.600.000 so'mlik. 1.600.000. 1.600.000 siz obunachingizga faqat. 1.700.000 dedingiz, men aka 1.600.000 dan siz obunachingizga qo'yib berdim. Malades, gapi bo'ldi. 1.600.000 deydi ossinamiz do'stlar. Mana shu kabi hech qanaqa yurgani yo'q do'stlar. Ko'ryapsizlar, hangisiga bu narsani chiqarib oladigandan bo'ladi. Qarishini ko'rsangiz. Hozir mana bu qanaqa setkamiz qo'yildi Hasanboy? Bu qo'ybob setkasi. Qo'ybob setkasi. Bo'ldi, o'chiraylik. Bu hozir mana chiqarganimni ko'ryapsizlar. Mana shunday holatga olib kelyapti. Endi buni ustiga chiqaramiz. Mana chiqarishlari. Hamma yo'g'i shu holatda chiqarib beryapti. Bu ham qo'ybob setkamiz bo'ladi. Qo'ybob setka aka, bundan ham beda chiqaryapti qo'ylarga. Beda chiqaryapti. Qo'li quruq tanlamaydi. Qo'li quruq tanlamaydi aka, chiqaraveradi. Xudo xolasa, bunimiz qaranglar. Do'stlar, 50 ta mol, 100 ta qo'yni bemalol bosaladi. Ya'ni boqalaydigandan bo'ladi. Eng qizig'i mana somonimizni ham ko'ryapsizlar. Mana somon chiqarishni ko'ryapsizlarmi? Voh. Cho'tki. Tashlang yana. Zo'r. Bunimizdachi setka yo'q, hozir bunda. Bu aka setkali holat, bu setkasi holati mana. Setkasi holati. Qarishni o'zi orttirib ketib, ya'ni maydalab tashlayapti. Ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, xuddi tornadoga o'xshaydi. Bunimizda endi mana un qilib chiqarib beradi. Un qilib chiqaradi. Deyiladi, kimdir un deyiladi, u holatda chiqariladi. Eng qizig'i o'zi tashamaysiz, mana yerda zabratga qilasiz, shunday qilib bekitib to'xtaydi. Olib ketaveradi. Bundan tashqari makalarimizni ham chiqarib ko'rsatadigan bo'lsak, ochib mana shunday xohlasalar, tashlaysizlar, xohlasalar, ba'zan tashlab qo'ysalar bo'laveradi. Ko'pchi holatda chiqarib berishadi. Hozir birdaniga olsalarga hammasini ishlab ko'rsatib berdi, bo'ldi, chiroyli. Endi aka shunga yana bitta qo'shimcha qilib ketaylik. Bu Makkani mardayligini ham chiqaraveradi. Hozir topolmadik biz, to'g'rirog'i quruqini topolmadik. Makkani quruqini bemalol solib chiqarishaveradi aka mardayligini. O'zi drabirka ishlatadiganlar juda yaxshi bo'ladi. Shunday tashlaysiz, mayda chiqaraveradi aka uni ham. Xo'p, endi Hasanboy birma-bir endi chiqarganlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib ketsak. Bunimiz hozir Makkamizni qanaqa holatda chiqarib berdi? Makkani yorma holatda chiqardi bu. Yorma deyiladi, yorma setkasi bu. Mana. Bemalol qo'yga berishsa, ozuqa yem bo'laveradi. Jo'jalarga, qo'ylarga bemalol aka. Oldinlari adashmasam buni Adelda, ya'ni tegirmonga olib chiqariladi. Unaqa paytlar o'tdi endi.
Xudo xolasa, bunimiz mana kepak holatda un deyshadi kimlardir. Bemalol molga qo'yga chachib, yemiga aralashtirib bersa bo'laveradi aka buni ham. Xudo xolasa. Bu setkasi holatda chiqardik makkani aka. Bunga molbob somon chiqardik. Aha, molbob somon. Molga, qo'yga bemalol ishlatishaveradi. Shunday holatda chiqardik. Setkamiz yiriroq. Endi bular aka mayin setkalar. Mayin setkalarda turibdi bular. Bularimiz o'sha qo'ybob ketaveradi. Qo'ybob bo'lib mana shunday holatda chiqaryapti. Keyingisi bo'lsa mana bu ham xuddi shunaqa holatda chiqarib beryapti. 4 xil setkasi bonus aytganimizda mana bulari sizlarga hozir nima deydi? Xomg'ish deyshadi. Xomg'ishdan ham chiqardik, shlaga blokdan ham chiqarib beraveradi. Buni muammosi yo'q. Faqatgina sizlarga chiqarmagan sababi o'zimizga tegmasin chiqarmadik. Shlaga blok bundan chiqarishdan xomg'ishda nimaga chiqaryapsizlar desam ham, buni chiqarishdan maqsad mabodo drabilkani ichiga tosh-posh tushib qolsa bemalol chiqarib yuboradi. Lekin tavsiya berilmaydi. Tavsiya berilmaydi. Chiqaraveradi aka. Chiqaraveradi. Bu prosta sizlarga ko'rsatib berilyapti xolos. Tishlari nechtalik bo'ladi Hasanboy shunda? Aka tishlari 20 tadan 30 tagacha bo'ladi. 20 tadan 30 tagacha. 20 tadan 30 tagacha bo'ladi. Motorlarimiz-chi? Motorlarimiz aka hozir bizda 6 xil 7 xil motor bor aka. Istagan turdagi motorlardan haqsidan xolatsa qilib beraveramiz aka. Bularimiz 3.5 kilovatli motorlarda turibdi. Bularimiz aka 6.5 kilovat, 6 kilovatli motorlarda turibdi aka. Mis alyumin farqi yo'q. Mis alyumin farqi yo'q aka. Istalgan turdagi motorlardan bor. Nimaga deysa, motorni o'zimiz Xitoydan birinchi qo'l olib keltiramiz, motor sotamiz ham o'zimiz. Ha, motor ham alohida sotaveramiz. Olaman deganlarga. Bitta qisqacha ma'lumot beraylik. Motor alyumin atmotka motor 6 kilovatli. Aha. Zo'r. Mis atmotka motor 6.5 kilovatli. 6.5 kilovatli. 6.5. Bunimiz bo'ladi, xudo xolasa. Primo olib kelishadi. Xo'p, mana Hasanboy, mis alyumin nima farqi bor? Mis alyuminni misda biz ko'proq 200 dan baland, 220, 230 to'ki bor joylarga tavsiya qilamiz. Endi alyumin atmotkani 170, 180 to'kda ishlayveradi. Vohada endi bir xil joylarda hozir qish kunda o'zimizda ham to'k pasayib ketyapti. Bir xil gilash alyuminni oladi, 170, 180 bo'ladi to'ki. Lekin ishlashlari bir xil, chiqarishi bir xil, ishlayveradi. Mana shu mis qilayotgan vazifasini bu ham qilaveradi. Faqat to'k baland. Faqat to'k baland joyda mis ishlaydi, to'k pastroq joyda alyumin ishlaydi. Farqi shunda. Zo'r gapi. Hozir necha yillik faoliyatga egasizlar shuni qilsam? 2 yillik. 2 yillik faoliyatga egasizlar. Bir kundan o'rtacha 30 ta chiqarasizlar. 30 tadan 50 tagacha chiqaramiz. 30 tadan 50 tagacha. Hozir mana Hasanboy bu kichkinalar haqida ma'lumot berdik. Endi kattaroq, misol uchun menga 200 ta mol, 400 ta qo'yib boqaman deganlarga drabilkalarimiz bor aka, drabilkamiz ko'rsating. Drabilkalarimiz bor. Xudo xolasa, bu o'shalarda boqib beraveradi. Boqib beraveradi. Motorlari ham 300 ta qo'yi bor, 50 ta, 60 ta, 100 ta moli bor odamlar. 380 nim bor mana 3 faza kerak deganlarga shuni tavsiya qilamiz. Qana turdagisi zaril bo'lsa, yasab qilib beraveramiz. Bizga aloqaga chiqsa, zakaz asosida ham qilib beraveramiz. Xohlagan turdagi drabilkasini. Xohlagan turdagi. Xohlasa menga 1.5 million so'mlik drabilka kerak desin, qilib beramiz. Lekin unga biz kafolat bermaymiz. To'g'ri. Mashlarga lekin biz kafolati bor, kafolatlarini beramiz, ishlashlariga biz javob beramiz. Liboy drabilka bilan solishtiraveramiz, raqobat qilaveramiz. Raqobat qilaveradi. Kelsalar yana birma-bir ko'rsatib berilaveradi. Bu eng arzoni 1.600 dan boshlanadi. 1.600.000 so'mdan siz obunachilaringizga boshlaysiz. Kelib olib ketsa. Kelib olib ketsa. Dastavkasini kelishadigan narxlarda qilib beramiz. Endi eng qimmati necha pulgacha? Birma-bir eng qimmati shetdan o'zimizdan olib ketsa 2.400.000 so'm qilib beramiz. 2.400.000 so'm. Shetdan o'zimizdan olib ketsa. Xudo xolasa. Do'stlar, mana listlari ham yaxshi, qalin, yangi mana hozir cho'rnisini ham ko'rsatdik do'stlar. Bu lislari mana cho'rniy holatdagi bo'ladi. Cho'rniy holatdasi bu. Bemalol lislari yangi, hech qanaqa bo'lmaydi. Sexlari mana yerda o'zlari ishlab chiqarishadi. Ko'rsatib beraylik, ko'pchilik ishlanmaganlarga mana shu yerda o'zlari ishlab chiqarib, shu yerda ya'ni yo'lni bo'yida bemalol sotishadi. Manzilimizni aytdik, qisqacha aytganda do'stlar, biz hozir Qo'shtepada turibmiz. Hozir video davomida yana ko'rsatamiz. Eng arzonini narxi o'sha 1.600 dan 2.200 gacha 50 ta mol 100 ta qo'ydi bemalol boqadi. Boqaveradi. Keyin alyumin atmotkasi shunaqa 1.600.000 dan 2.200.000 gacha bor. Endi undan ag'i mislilarimiz bor, 6.5 kilovatli, ularimiz puli jicha qimmat. Kelishsa yana bu yerda bir qator tushuntirib, yoqqanini chiroyli qilib beramiz. Haftani har kunida shu yerda odam bo'ladi, 24 soat odam bo'ladi. Kelishaveradi. Telefon qilib aloqaga chiqib, kechpay 10 da bo'shashadimi, 11 da bo'shashadimi, aloqaga chiqib kelsa, shu yerda odam bo'ladi, qilib beraveramiz bexijolat. Ishlarni qilib beramiz. O'zbekistonda istalgan joyiga dastavkor, aytganimizdek kelishilgan holatda biz turgan joy endi aniq manzilda orientiri bilan aytadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Qo'shtepa yo'lni bo'yida yana qaysi? Marg'ilon Yazyamon katta trassa yo'li Andijon Namanganga chiqib ketadi bag'i. Bu tomondan,
Bu tomon mana, ya'ni Yazavon Kuriydan o'ngga Yazavon kelganlarida Marg'ilonga, bu tomonimiz bo'lsa o'sha Andijon, ya'ni Yazavonga ketishda bo'ladi, xudo xohlasa. Bu aytilayotgan narxlar, ya'ni do'stlar 1.600.000 deyilayotgan narxlari 15 kun aksiya xolos, shoshilamiz, keyin 15 kundan keyin narxlar o'zgaradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, tagidagi sanaga qarab turib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lsa, pastda akalarimiz nomerlarini qoldirdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar tushunmagan savollaringiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishaversin. Hasanboy, e'tiboringiz uchun rahmat.